Hadi çaka. Benim şu ekvadınız ne? Bilektim ben de. Bilen? Ne bu deka? Sübey doğruluq paranlaşkan geplerimiz İsa'nı. İsim deka. Unutup getdi. Neymiş kaka? Ağzın kırım. Sübey bilen paranlaşkan geplerimiz İsa'nı mı? İsim de. Unutup getdi atımı. Makul kaka. Tamam. Makul. Sübey benim yakın ağıyla. O doğruluq hiç kimnin gep qilishig'a ruxsat yo'q. Tushundingmi? Tushundim. Sirati chiqsam, qo'llansam pul berdi. Shundan boshlab hikoyalarning hech qanday munosib qilmaydi. Makul kaka. Tushundingmi, tushunmading? Tushundim kaka. Yo'q. Hey. Bekle. Şu. Hey. O 112 jüyette pek yakışıklı gelseydi bak. Oy oy. Mandan külbül be bozuldu ki. Mamış o. Hey. Bak kiparva var. Muş. Adam pek hoşallığa takılgan kız olmuş. Hoşallığa takıldı. Bir geç bilayotganga hoşallığa takıldı. Bekle. Ha? Yakın gidelim. Oy oy ağır gitti. Kim sana ben onu bilayotti deydi o. Yo'q, abay kimam qusib qo'yatdingiz deganda shuni anglab qolgan. Kamam ishlatdi ama. Bu gap bilan bu yetishtiğinge ne münasebet var mı? Çak. Bak. Sen müsaade et. Sen canım burada demasan başkalarının önünde hemen. Üzüm. Aa. Anlat. Tatlı. Hey. O'sha birisini biz bilan o'ynayotganlik aniq. Ammo yaqin chiqib o'ylabmi? Parda orqasidagi odamning kimligini o'ylab edim. Mashinaga remontxonaga beryapti. Lekin bizning kimligini bilmayapmiz. Lekin mashinaga shig'il nisbatan odamlar bilaman. Unda o'zi nima ish bir taraf qilmaymiz? Hey. Biz bir mezgil ularning depiga yaxshi ust o'ynab, ag'amchini uzun qo'yib, cho'ng bilg'in tutib chiqishimiz kerak. Hamma odamni bunda ishtirok qilamiz desak, anajon to'shida. Lekin kimdi o'zi? Nima ish biz demaysan? O bir oddiy layligicha. Mening muhabbet hissiyotimdan foydalanib, men burun qishlarni eslatib qo'yadilar. Ha, Sübeyada bilan aplashtirib qo'yishdi-kanda ularni kuyi. Ya, qatadashdim. Aksincha, tixim yiroqlashtirishni maqsad qo'ydi. Nima qarsam ularning planida hozir işte bu ishlar bilan bizni maydonga chiqib, bizni baldur qo'l sog'an qilib qo'ymoqchi. Maqsadi bizni yayutish. Shunga bunun gap so'zlarga diqqat qilish harakatlang. Bular yanlış qonunga riyo. Onun bilan aloqa qilganda bir ishlarga diqqat qilgin. Lekin qo'shuqqa yerim oxir biz bilan birga bir o'ynay oladigan odamdan birisi maydonga chiqdi. Biroq biz tashqinda tursak, dal mushu bizning afzalligimiz. Bular bo'lsa kallasiga kelganini, xiyoliga kelganini, qo'li bilan tutgan purg'anni degandek burni uchini ko'ra bilish qiladi. Ammo biz o'xshamaymiz. Mushu dal ularningki yengilib qilishilik sabab. lekin aka Mayzon yaxshi odam keldi. Mayzon yaxshiligiga gap ketmaydi. Lekin qo'lasida mar yotdak badbaxtlik kirib o'zining nafsiga cho'qtadi. Ba'zilar qiz yaxshi qilmoqda.
Ammo biz bu shirkatimiz tartiqlarni bozorga uchun kelgan ekanmiz. Oxirgi terishi vayg yetkizib deb aniqlagan chiqdi. Uyga qaytish tufayli yanchikda qolib bo'lmasa, men muhtojligini yaxshi ko'rib qolgan. Nishak oxirgacha menish bir xiyolim bor. Ben sizlar bizning o'ylaganimizda bo'lmay qoldi. Ammo biz chiqishdan burun yaxshi ishdan bilan qolib chiqdik. Sen deganim Mana olsun. Biz mushuncha kungacha tiz tutish qilib, mush shirkat binorimizning koridorida bog'liq. Manevr xarakterli yerdan kirmini o'tkazaylik. Tartiq shirkatimizga barcha xizmatchilar qatnashsin. Uning boshqa mayzon xabar qilib, hamma ishlarni ko'zga ko'chirib boqsin. Bu orqali bizning bolalar baza aytishni, aniki naqmidan setishni qanday bo'lib qolgan bir ajab qilib o'rgansin. Navbat vaqtimiz yetishib qolsa yer bersa, vakansiyalarni chaqirib qo'yamiz. Uni keyindan shu munbarda kelinga o'rnashtirib munbarda bir faoliyat qilib, vakansiyalar bir faoliyat qilib, ularni bir xotir suratlarni tushirib bir tashviqot ishlab qo'yamiz. Bo'ldi, ishlarni odashig'im. O'zim bir taraf qilaman. Yana bir ish. Seni Abdukerim aka bilan aloqalashgandim. Aloqalashdim. Aloqalashsam shu yaqinki bir oy ichida toza vaqti yo'q ekan. Nasib filmlarni qidirish ko'raman degan. Lekin vaqti chiqsa men bilan aloqalashsam bo'ldi. Xabarini saqlab qoldi. Unda o'zi yaxshi o'tdi. Bo'pti. Abdukerim akamning vaqtiga qarab e'lon berishlikda bo'ldi. Undan so'ng sen vaqtida chiqib, fursatni chang tutib, menga yarmarka ishlarni o'ylashtir. Ma'qul. Hey. Shirkat kirganli edi bir cho'ng ekran bor. Ha. Iliq muhim gaplarni, har kunlik xizmat ishlarini chiqardigan. Sen chiqib ashunga tamom qo'l qo'yadi deb yozib qo'y. Yo'q. Ishbaka xo'sh qildi deb biz qo'y. Yaxshi qilib. Maşallah. Nima ish qilib men burungi yerlarimizni gapirib. Sen nima ish qilsang menda qochirsa. Men faqat bayxinimni piyoda qo'yib qo'ydim deb o'ylayaptim. Sen bilan o'ylamadan sibi. Nimda kirishib olsizlar alama. Qilman degine sen nima ish o'ylab olmoqchi bo'lsa, bizni azoblanib o'tsin demoqchiman. Bu qiziq oldu. Nereden chiqarding bu gaplarni? Sen psixikani masala chiqibdi. Men ishda kirishib olsanglar men o'lib o'lishni o'ylamay qanday qildim? Psixikamdan chataq chiqmay qanday qildi? Men bu tushuntirib qo'yg'ina qani. Sen o'nchilar jiqdi o'rinchilab nima qilmoqchisan? Ma'lum debdi-da bu gapni sana. Kimdan deyishi bek muhim emas, qara. Men bir tushuntirib qo'yg'ina zadi. Kinolarni ishlasam bo'ldi ekan sen. Kichikkina bir muhabbat ishlariga o'ylanmoqchi bo'lgan ekan. Sizning bir kechalar uyquing kelmay qapqa vaqtlar yo'qmi? Asalda. Mening gulga suv qo'yg'im kelib qoldi xolos. Kinolarni ishlasam bo'ldi ekan sen. Kichikkina bir muhabbat ishlariga o'ylanmoqchi bo'lgan ekan. Voy sen bir o'ynashlarga ko'ngil bilib baqsang tushuna qo'yding mening ishlarimni. Men qo'y o'ynashlarga ko'ngil bilishni bilmaydi ekanman. Bo'pti. Hamma odamga yo'l qo'ysam qo'ymanki, sen yo'l qo'ymayman. Hamma odamdan voz kechsam kechamanki, sendan voz kechmayman. Muammolarni qachon boramiz? Nima ish qilamiz maktabda? Sen men Güzel Nurmallarni qachon olib qo'yib, aniga qaytaman. Lala, men birdan yolg'iz qo'yaman, o'tinib qolay senda. Bulbul kelip konsun kolunga Mihru apa çırak bulsun yürüyen yolunga Mihru apa çırak bulsun yürüyen yolunga Çin yürekten kışkın birip kırdım koyunga
Mening barim senin bulsun bulg'in yenimda Chin yurakdan ishqim berib kirdim ko'yunga Mening barim senin bulsun bulg'in yenimda Dertlerini ala yüzün seni güldüren Muhabbetinin yalkınıda örtep köydüren Sadakette kadri biley kadrim bildirey Yaz baharım senin bulsun bulg'in yenimda Sadaqatda qadri biley qadrim bildirey Yaz baharım senin bulsun bulg'in yenimda Sadaqatda qadrim biley qadrim bildirey Yaz baharım senin bulsun bulg'in yenimda Sadaqatda qadrim biley qadrim bildirey Yaz baharım senin bulsun bulg'in yenimda Baxting uchun bulbul kelib qonsun qo'lingga Mening barim senin bulsun bulg'in yenimda bulg'in yenimda Adaş, ben bu işten baryanın bir xildek his qilaman. Bu qitim zodi kim tutib chiqa? Qara, ular o'zlarining sanmiga bir dasab baqsin, o'zlarining usulida o'ynab ko'rib baqsin. Nigar bilan Savda bizning planlagan usullarimizni qalobdan o'ynayotdi. Mening o'ylaganim, bularni urushga solamiz deb o'zimizga ish deb olamizmi? Bir kun bo'ldi rasmlar aytadiki. Sübidi ya xabar yo'q. Navada shu ko'rgan bo'lsam, qiqasish bo'ladi-ku. Sen moshishni shu ma'lum maslahatsam bo'lgan sen. Sevdalar resimni ko'rsa, o'yinimizni obdan ko'ramiki? Ya. Sen meni o'ylashimni demsa. Bu savdolarning qalsida faqat Subining mol-mulkidan bor. Sen uchun Subi bizlar tamush o'yin o'ynama. Hozir qara. G'urur masalasiga kelsak, üstürek turduğun pul olib qoldi qara. O ne o'zim o'xshayman. Nigarni taniysa qara. O qiz olma bosh qiz emas. Savdoni men Nigar orqali boplay. O Subi bilan qirish uchun hech nimda yonmaydi. Amsa, mening ismim chiqamajmi? Chiqadi, chiqirib bo'ldim. Chiqag'achqa meni seni oldinga avatdi hozir. U qiz bizga chataq terib beramiki deyman-da. Burungo biz pul yerib ishiltirgan qiz bo'ldi.
Endi kelib u bizga pul ishlab juramizmi? Kim bunda bo'lishini o'ylagandaysan? Savdo qilib qolmasin bu ishlarni. Xotirjam bo'l bilmaydi. Beshadan ta siz chiqdimiz. Qolgan gaplarimiz mashinaning ichida. Ma'qul. Manda. Az qo'ldiki. Mana. Bak. Ya adaş sen bu nereye mandın Nega mandim adaş? Nigarning ishiga mandim. Ya adaş bu taqib ketding go sen bu nigar bu taqdi jumas. Adaş, nigarning ayrim dachisi deyman. Ho. Mushta cho'ng taqdi bir qo'qma jurdan qizalgina bu. Shunga shir, sen aytmadim adaş. Bosh sho'maganda adaş ha. Voy, chaqchaqinma. Men shu adaş o'z xizmatimni qildim. Men shu erishganimni o'yladim. Namasta. Hayır hastayım. Ya bu tağda şehirçiden qaraganda rasmiy baldır qayığı dedik ya. Şu qayığı gitti o yakında batızlan. Batdan bir yanın bir menzilsin kereyle kana. Aldığımız kileydi. Geldik. Bu çaq qilmag'in ya bu. Biraz geldim. İşlim yo'q bu nadi bodash? Uyimi ko'rolmaydi ha? Edip chiqib kiray. Hadi chiqib kiray demamsa keldik deb. Bola eshitgansan. Adabga chiqay qancha chiqsan kim?